Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda Sharq Turkistonning markazi Urumchidagi karantinaga elingan bir binoda yuz bergan o't ofatidan nurg'un odamning hayotidan ayrilganligi munosabati bilan Xitoyga qarshi namoyish o'tkazildi. Yana bir tarafdan Washingtondagi Uyg'ur harakatining boshlig'i Roshan Abbas bu vaqtdagi bayonotida bu o't va uning ziyonkashligiga uchirganlar Xitoyning rayimsiz karantinlarining muqarrar natijasi bo'lib, bu siyosatlarning ziyonkashligiga uchirgan nurg'un kishilarga vakillik qiladi. Xitoy hukumati kishilarning hayoti bexatarligini hech nazarga olmasdan mundaq usullarni qo'llangan. Biz dunyo rahbarlarini konkret tadbir qo'llanib, vatanimizda ilib berilayotgan erkiy qirg'inchilik siyosati uchun Beijingni javobgarlikka tortishga chaqiramiz dedi. Shuning bilan birga dunyoning har qaysi joylarida Xitoyga qarshi namoyishlar davomlashmoqda. Xabar qilinishicha, Xitoyning Sharq Turkistondagi 10-navbatlik partiyasining 6-qitimliq umumiy yig'inida islom dinini burmilashning yangi siyosatini e'lon qildi. Egilishicha, Urumchida o'tkazilgan yig'inda Sharq Turkistondagi atalmish Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik partiya komitetining katibi Ma Xingroy so'z qilib, 13-5 yillik plan davrida boshlangan islom dinini Xitoy sotsializmga moslashtirish siyosati doirasida islom dinining diniy bilimlari va ta'limotlarini tashviq qilish va uqtirishda kommunizmga moslashtirish hamda uni sotsialistik jamiyatga mos keladigan konkret mazmunlar bilan izohlash va diniy kommunizm ideyasi ko'z qarashi asosida aktiv yetaklash kerak degan. Angliya bosh vaziri Rishi Sunak Londonda o'tkazilgan savdo sohadagilarning yig'ilishida so'z qilib, Xitoyning navbatda Angliya qimmat qarashi va manfaatiga sistemli raqobat elib kelayotganligi to'g'risida ogohlantirish bergan. Ilgari u Angliyaning tashqi ishlar siyosati to'g'risida to'xtalganda, Angliya bilan Xitoy o'rtasidagi atalmish oltin munosabat davrining kammasga ketganligini, tashqi savdo orqali Xitoy jamiyati va siyosiy qurilmasida islohot elib berish planining xomxiyol ekanligini ta'kidlab o'tgan edi. Yana bir tarafdan Angliya tashqi ishlar ministrligi Xitoy soqchilarining Shanxayda namoyishlarni xabar qilgan bir nafar BBC muxbirini qo'lga olganligi sababli Xitoyning Angliyadagi bosh elchisini ministerlikka chaqirdi. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi 5 burchaklik bino Davlat Majlisiga Xitoyning harbiy kuchi to'g'risidagi yillik harbiy kuch doklatiini tamomladi. 5 burchaklik bino agar Xitoyning yadro qurollarini zamonaviylashtirishni davomlashtiraversa, Beijingning 2035-yilga borganda 1500 yadro o'q peshiga ega bo'lishi mumkinligini o'tirg'a qo'ydi. Xitoy prezidenti Xi Jinping Rossiya bilan yeshil va pokiz energiyaning taraqqiyotida hamkorlashishni xohlaydiganligini bayon qildi. Xi Jinping Rossiyaning poytaxti Moskvada o'tkazilgan 4-navbatlik Xitoy-Rossiya energiya savdo munbiriga qilgan tabrik so'zida energiya hamkorligini ikki davlat munosabatining muhim ultishining biri deb tasvirladi. Amerikaning Beijingda turish bosh elchisi Nicholas Bornis Xitoydagi virus cheklamasining diplomatik vazifalarini va konsul ishlarini elib berishini qiyinlashtirayotganligini bayon qilib, biz Xitoydagi Amerika mahbuslarini 3 yildan buyon ko'rmadik dedi.